Diqqat, xalqimizga tezkor xabar. Toshkentda isitish va issiq suv uchun oldindan to'lov bo'yicha imtiyoz muddati qisqartirildi. Diqqat qiling. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Toshkent shahar issiqlik ta'minoti operatori Veolia Energy isitish va issiq suv xizmatlari uchun oldindan to'lov qilish tartibiga o'zgartirish kiritganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Vazirlar Mahkamasining ko'p qavatli uylarda issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish qoidalarining 95-bandiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq oldindan to'langan xizmatlar uchun amaldagi tarifni saqlab qolish muddati 12 oydan 2 oyga qisqartirilgan. Yangi tartibga ko'ra iste'molchi oldindan to'lov qilgan vaqtda amal qilayotgan tarif qo'llanadi. Ushbu tarif oldindan to'langan xizmatlar hajmiga nisbatan amal qiladi, biroq uning amal qilish muddati 2 oydan oshmaydi. Agar shu davr ichida tariflar o'zgarsa, oldindan to'langan xizmatlar uchun qayta hisob-kitob qilinmaydi. Veolia Energy ma'lumotlariga ko'ra, 2 oylik muddat tugagach, keyingi hisob-kitoblar amalda bo'lgan tariflar asosida hisoblanadi. Ya'ni endilikda iste'molchilar tarif oshishidan himoyalanish maqsadida 1 yillik oldindan to'lov qilib, eski tariflarni saqlab qola olmaydi. Kompaniya ushbu o'zgarishlar markazlashgan isitish va issiq suv ta'minoti xizmatlariga taalluqli ekanligini bildirib, iste'molchilarni to'lovlarni rejalashtirishda yangi tartibni inobatga olishga chaqirdi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan elektr energiyasi va gaz tariflari o'zgargan. Hukumat qaroriga ko'ra, narx ko'tarilishidan oldin hisobiga yetarli pul bo'lgan iste'molchilar 2 oygacha eski tarifda to'lashi belgilangan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.